Hammaga assalomu alaykum. Yo'lda qaranglar, qanaqa mashina ko'rib qoldim. Bu ahvolga, bu sostoyaniyaga keltirib olishi o'zi juda ham qiyin. Aka, qanchalik mehnat qildingiz? 1 yilda. Nima rang bu, aka? Bu salonlarni qaranglar. Hamma eng mazza qiladigan joyida. Salonlarni qaranglar. Nima motor bu, aka? Ko'rsak bo'ladimi? Alloh salim deydir. Gap yo'q lekin. 1.6 1.8 1.6 standart. Farg'onadan keldingizmi? Qo'qondan. O'zimizdan kam turgan ekanlar, yo'lda ko'rib qolib, imенно shu mashinani sizlarga ko'rsatdim keldi. Mashinaning holatiga bitta like bosib qo'yinglar. Buni holati chiqarib olishga arziydimi, qaranglar. Shuncha mana eski mashinalarni chiqaramiz deyapti. Shuncha odamlar mehnat qilib qo'ygan, mashinaga pul tiqib qo'ygan, nima deysizlar?